Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Max Tuningda yana bitta super proyekt tayyor holatda. Cobalt avtomobilida qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilamiz. Bakovoylarini elektronik qilib berganmiz. O'zini shtatniy pultidan ochib yopsak ham ochib yopilaveradi. Hamda salonda bitta menyu knopkasi bor, uni bossak ham yopilib ochilaveradi. Bakovoylarga slepoy zonalar ham o'rnatib qo'yganmiz. Undan keyin Malibu 2 rol original Black Piano variantidan Malibu 2 bar Black Piano variant yaxshisi original uchun o'ylab bilan xrustalniy richak bilan o'rnatib beriladi. Shunaqa podzakaz qilib berganmiz. Equinox avtomobilini original tablolarni uстановка qilib berganmiz. Hamma funksiyalari ishlaydi. Performance funksiyalarigacha ham ishlaydi. Premier tablodan ko'proq funksiyalar ishlaydi bu tabloyimizdan. Undan keyin tarpetgan ikkita tepa qismini koja qilib berganmiz. Tabloni usti, bardachon tepasini. 4 ta eshik обшивкадagi material части ham kojinniy bo'lgan. Polniy salon Black Piano qilingan holatda turibdi bu avtomobilimiz. Undan keyin TSCC3 monitorlarni 360 gradus kamera bilan o'rnatib qo'yganmiz. 6 ga 128 10 dyumli 2K ekranda bo'ladi xudo xolisi. Xullas qilingan ishlarni ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar. Chiroyli qilib navrot qilib proyekt qilib berganmiz. Start stoplar ham o'rnatilgan, o'zini shtatniy pultiga oynaga o'tiradigan, zavat qiladiganlari ham bor. Xullas avtomobilimiz tayyor. Mana shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga Max Tuningga murojaat qilasizlar. Ha aytgandek, chexol bilan polik ham Cardinaldan premium mahsulotlarni